Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahida." Allohning 100 ta rahmati bor. 100 ta rahmati bor. Ana shu rahmatidan bir dona rahmatini yer yuziga tushirgan. Va ana shu bilan o'zaro odamlar, ota bolalar, kishilar, qo'ni qo'shnilar, qarindoshlar va hokazo hamma bir-biriga mana shu 1% rahmat bilan bir-biriga muomalada bo'ladi. Hattoki vahshiy hayvonlar o'zi tuqqan bolasini ko'tarib biror joyga olib ketadigan bo'lsa, uni ohista tishlaydi. Unga ziyon yetmasligini tadorigini ko'radi. Hatto o'shalarga ham berilgan rahmat Alloh subhanahu va taoloning 100 rahmatidan tushirilgan 1% rahmati evaziga shu rahmatlar bilan hatto vahshiy hayvonlar ham o'zaro bir-birlariga muomalada bo'lishadi. Va Alloh subhanahu va taolo 99 rahmatini qiyomat kuniga olib qo'ydi. 99 rahmatini qiyomat kuniga olib qo'ydiki, bandalarini Alloh subhanahu va taolo shu rahmati bilan ertaga hisob kitob qiladi. Buni payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar. Demakki, Allohning 100 ta rahmatidan bir rahmati yer yuziga tushirilgan bo'lsa-yu, shu rahmati bilan o'zaro bir-birlarimizga mehr ko'rsatar ekanmiz. Yoshlarga mehrlik bo'lamiz, yosh kattalariga mehribonlik qilamiz, yoshi ulug'larni ardoqlaymiz. Shularni hammasi Allohni 1% yerga tushirgan rahm orqali hamma o'zaro munosabatda bo'ladi. O'zaro bir-birlariga muomalada rahmdillik ko'rsatishliklari shu bilan bo'ladi. Bir odamni yig'layotganini ko'rsangiz, yig'lab yuborasiz-ku. Shu o'sha Allohning rahmatiga noil bo'lganimizdan, 1% bizlarda ham bor bo'lganligidan, bizlarga o'sha rahmatidan berilganligidan ham Alloh subhanahu va taoloni mana shu rahmati bilan o'zaro ko'zimizga yosh keladi. Endi qolgan 99%ni Alloh Rabbul alamin qiyomat kuniga olib qo'ydiki, bandalarini shu bilan hisob kitob qiladi.